Assalomu alaykum qadrli obunachilar, akalar, mana qo'zini ham xudo xolasa noyoblaridan olib keldim deyapti ustamjon. Haqiqiy zo'rlardan ekan. 2025-yil 29-aprel haftani seshanba kuni. Mana xudo xolasa yaxshisidan kelibdi. Like, podpiska bosib obuna bo'lib obuna bo'lmaganlar mana haqiqiy zo'rlardan ekan. Mana xudo xolasa zot olib yurishga yaxshi xudo xolasa zo'rlardan kelib mana oq quloq olganlar mana. Buni ustamjon soni nechta? Soni 8 dona. 8 dona. Yaxshimi? Bo'lyapmishlar? Maza yaxshimi? Charchamay. Ustamjon xudo xolasa bularda yebishlari ham yaxshi ekan, mana. Yebishlar ko'rinib turibdi. Agar xudo xolasa kimga bo'lsa ham qo'zlarni tavsiya qilaman. Ammo yaxshi ekan. Sifati ham o'ziga yarasha, puliga yarasha-da, zo'r ekan. Buni ayb nuqsoni yo'q-a buni. Nima ayb nuqsoni yo'q? Sinovdan o'tdimi? Tushunmadim. Sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tgan. Yedirib, ichirib, xudo xolasa uylarga borgandan keyin buni yedirishadi, ichirishadi, keyin pul sanashadi. Haqiqiy zo'r ekan. Quloqlari ham past butun shikilli bularda. Hammasiniga butun. Birotta insoningani ham yo'q. Mana. Bir qo'ra bitta obunachimiz. Nechta beyda hozir soni o'zi? 8 ta. Bitta qo'chqor, qolgani urg'ochi. Qaysinisi qo'chqor, qaysinisi so'lg'in? Belida bitta kraskasi bor. Ha, u bitta ana qashqasi qo'chqor-a u. Mana shunisi, qo'chqor. Qo'chqordan o'ta gigantini qo'yilgan-da, u dumbar azrizlarni bir ko'rindi. Qani. Xudo xolasa yaxshi ekan mana qo'chqor ham. Zo'r ekan. Qumorlari ham bor bo'ynida. Zo'r ekan. Yaxshi narsa ekan. Qo'ying, baqa idasi qo'yiladi. Hozir bu yerda 8 ta ekan-da soni, ha, shunda. 8 ta bo'lsa mana bular qarang, haqiqiy. Bu avgust oyida qo'chqor qo'ysa bo'laveradi. Qochaveradi, ha? Qochaveradi. Xudo xolasa bu yildan keyingi hozir 7 ta urg'och bo'lsa 14 ta qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo bersa, Yaxshilardan ekan bu yil. Hop, buni narxini to'g'risi kelishtirib bersangiz, bir joyga hammasini nech bilan qilib berasiz? Ko'ryapmiz YouTube'da oddiy kishini barra qo'zladi ham 27, 28, 3 milliongacha qo'yishyapti-da. Buni yengil bitta gapiraman. Boladan qilaysangiz, Boladan qilib qo'yaylik. ha, buni tortib o'tirmay uni 31, 32 yo'narsa, buni 3 milliondan tep-tekis pul berishadi, uylarga dastavka qilib yetkazib olib beramiz. 3 milliondan to'g'risi ustamjon sal baland. To'g'risi men ham o'zim savdogarman, lekin bloger emasman. Kichkina barra qo'zladi mana qanaqa qo'yishyapti. Men YouTube'da ko'raman. Vaqt bo'lmasa ko'rishadi, shundan arzon bo'lmasa olmay qo'yishadi. Endi 3 milliondan emas, ayirni qilib berasiz-da. Ayirni qilib beraman. Qancha buni ochiq boshdan ochib qo'yavering, uni ochiq aytib buni deb 29 dan bo'pti mana. 29 dan ketaveradi. Degan najorat qildi. Dastlabkasi qilib berasiz-da, qayerga? Toshkentgacha. Toshkentgacha qilib beraverasiz-da. Xudo xolasa mana aka, xudo xolasa qo'zini tavsiya qilaman, ammo haqiqiy zo'rlaridan ekan mana. Yaxshi variantlaridan 2 million 900 ming so'mdan dastlabki xizmatlari ichida bepul yetib boradi uylaringga. Birisidan pul sanashadi. Yedirib, ichirib pul sanashaveradi, ha? Yedirib, ichirib pulni keyin sanashaveradi. Xudo xolasa mana yaxshilaridan mana. Zo'r yo'nalishida ko'paytirishga bir kishi qo'yoq qilib, bog'i bor odam buni borsa borimiz deb qo'y ketadi-yu. Buni ha deb buni maqtab aliqlog'ani mana bu to'g'risi qo'ylar xudo xolasa o'zi yaxshi. O'zi ko'rgan odam bitada biladi bu qo'ylarni qanaqaligini. Mana. Ko'ryapsiz, hammasi ham bilmasali. Osilib ketgan, sol bilmas qo'ylar. Yaxshi ekan mana. Xudo xolasa yaxshilardan mana. Quloqlari hammasiniki butun. Hammasiniki butun. Haqiqiy zo'rlardan aka tavsiya qilaman. Mana zo'rlardan olib bering. Mana yermayda turibdi, mana men u bonaroq mana qo'ylar. Xolasa zo'rlardan aka. Hozir buni xudocha Muzaffar tanlab olishga bor-ku, mashg'ulot bor-ku, Muzaffar. Mana shu 3,5 million xotirjam sotib qo'yishni ham aytadi. 3,5 millionga. Ha, mashq qo'yini bor, badani ham dumbasini ko'ryapsiz-ku. Mashq qo'ylarda ichida bor, 5-6 ta bor. Ko'pmas. Ko'paytirishga xudo xolasa yaxshi ekan. Lekin qolgan hammasi bir tekisda 3 milliondan oshiqli qo'ylar seroq ichida. O'ta bor. Yaxshi ekan, xudo xolasa qo'ylar mana. E'tibor berib to'g'ri qo'zig'i. Mana shu yerda dollarlik qo'y o'zi asli. Yuzlar. Agar bunisilar ko'ryapsiz-ku, quloqlarida
Simjim o Arashanga chatishganmi deyman-da, buni qonlari oqargan bo'ladi Arashan Qanday qo'ydi. bilan ko'tarilishgan? Bu dumba. Qara. Yaxshi cho'tki. Men ajratib sotmay, bitta sotay, bitta obunachi. Optim kelgan optim sotsangiz sizga yaxshi-da. Bitadi. Rolli gap yo'q. Obunachi ham maza qiladi. Barakasini bersin. Hammani xonadondan mana shunaqa 100 ta, 200 ta bo'lib ketsin mana. Mana qo'zlardan. O'zi sekin rivojlanyapti o'zimiz nimalarda ham. Xudo xolasa O'zbekistonda ham rivojlanishga o'tdi bu narsa. Endi xudo xolasa ko'payib ketaveradi bu narsalardan. Mana. Buni avval seleksiya qilishadi-da, Rustamjon. Ay, xudo xolasa bittasini 1000 dollarga sotmadim, 2000 dollarga sotmadim deb tursa. Bo'ldi, gap yo'q. Sog' bo'lasizlar, salomatli bo'lasizlar akalar.